Hop, assalomu alaykum. Bu video nima bo'yicha deydigan bo'lsak, nimaga o'zi videolar deyapman. Mani eng ko'p muammoga soladigan narsa bu vaqtimni ko'p o'ylaydigan narsalarga sarflab yuborish. Masalan, ah, har xil postlar, tekstlar tayyorlashga ochig'i yo'q odamman. Shunga maksimal darajada bu narsani qanaqa avtomatlashtirish mumkin degan savolga javob qidirganman va topdim. Xudoga shukur. Buni qanaqa qilganligini hozir ko'rsatib o'taman. Bu Telegramga bir marta o'tib olsak, sizlarga ko'rsataman. Bu yerda biza mana eshik hozir ekran ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rinmayapti. Ha, mana endi ko'rinadi. Hop, endi qaraymiz. Bu yerda mana eng zeriktiradigan bor. Kanalim bor, 8 ta odam bor xolos. Shuni o'ziga ham man vaqt ajratib kelmaydi. Hali bir, ikki, uch. Oxirgi uchta postni rasmini ham boshqasini. Mana bu tekst formatida chiqarishni ko'rsatib o'taman ushbu videoda qanaqa qilib chiqarish mumkin. Bu yerda manda ikkita narsam tayyor. Birinchisi avtomatizatsiya degan alohida kanal ochdim va unga bot ulaganman. Bot fazar orqali tayyorlangan bot ulaganman. Automation bot. Endi man bu narsani avtomatizatsiyaga yo'l qo'yaman. Buning uchun menga make.com kerak bo'ladi. Bu mani oldingi qilgan ishim. Ya'ni haligi tekstlar ichida borgan tekstda bir marta ko'rsatmasligim qilib ishlashim ishladi. GPT ham ishladi degan ishlayapti degan. Bu yerda ma'lumot oladi Docsdan GPT generate qiladi, Telegramga jo'natadi. Endi Telegramga o'tamiz va xabar kelgan bo'lishi kerak menga. Mana bu yerda уже xabar kelgan. Biznesingizda lidlar yo'qolib ketayotganini his qilyapsizmi? Mijozlar yozmoqda, lekin javob berilmayapti. Natijada sotuvlaringiz pasaymoqda, barqaror ishlar oldida qolayotganing bo'lasiz. Orqasida degan mazmun bo'lishi kerak. Bo'ladi. Menga kallamni ishlatmaslik yaxshiroq. Barchaliklarni bir joyda to'plab nazorat qiling. Barchasiga qolmaydi. Sotuvlaringiz oshadi. Biznesingizni rivojlantirish va saqlab qolish uchun ozroq harakat qiling. Oddiy tekst, lekin kunlik davomida yozib borish kerak bo'ldi. Albatta bu yaxshiroq prompt orqali kuchliroq qilish mumkin. Lekin men hozirgi maqsadim prosta tayyorlangan tekstni qanaqa qilib ketmaganligini qilish mumkin. Bu make.comdan kirib bemalol qilishlar mumkin, ro'yxatdan o'tishlar bo'ladi. Uni qanaqa qilib ro'yxatdan o'tiladi, boshqa etaplarni boshqa video. Bu yerda qisman tayyorlangan holati bor. Edit qilaman. Watch document emas, bizga Google Docsdan get documents degan. Create a document, get content, document. Get degan tanlab oldim. By drop down. Endi mana nimani tanlab olish kerak. Automation bots tool. Bu yerda mana faylim bor. Faylda nima keltirilgan deydigan bo'lsak, bu mana faylimda har kunlik nima tema ketishi bo'yicha yozganman prompt ko'rinishida. Endi keyingi etapga o'tamiz. Bu tayyor bo'ldi. Bu datasi tayyor bo'ldi. Endi GPTga buni yo'naltirish kerak. GPTni qo'shganman. Nima qilib? GPTga bu yerda nima bor? Assistant, My OpenAI Connection bor. Belgilayman. Assistantda botda nimalarim bor? Mana işte AI'dan o'chirgan nimalarim bor? Botlarim bor. Automation toolbot. Yo'q, bu menga kerak emas, bunisi aynan. Keyingisiga o'taman. Mana bu menga kerak bo'lgan botim. Bu OpenAI APIsi orqali qilinadigan narsa, shunga buni ham chek o'tib
deyman. Buni ichida qisman o'tiladigan bo'ladigan bo'lsak, Ascent OpenAI ichiga kiraman. Asosiy qismida man unga nomini qo'yaman va promptini keltirib qo'yaman. Promptini ChatGPT orqali promptlashni o'rganishi ham mumkin bo'ladi bemalol. Hozircha bo'ladigan narsa va shu narsani bilib qo'ysa yetarli. Endi integratsiyasiga nima qildim? User rolini belgilayman. Ascent va messajini text content va bu narsani qo'shishim kerak bo'ladi. Endi mandan nima saqlanib qilish va keyingisi Telegramga. Telegramda send a text message or a reply. Menga send bo'lishi kerak bu. Va chat ID degan joyi bor. Chat IDni qayerdan olaman deydigan bo'lsak, bizda Telegramimizda haligida man ko'rsatdim. Bitta kanal bor edi. Mana bu kanalim avtomatizatsiya degan. Va user info degan joyi bor. Mana bu yerda chat IDni olaman. Xuddi shu chat IDni so'rayapti bizdan hozir. Chat ID o'sha avtomatizatsiyani IDsi hisoblanadi. И text. Qayerdan text olay degan narsaga keladigan bo'lsak, content type text. Bu yerdan belgilash kerak bo'ladi. Value. Narigi tekstdan chiqqan natijasini yubor degan mazmunda. Bu yerda nima bor? Automation bot. Haligi botlarni qo'shishim kerak. Именно o'zbekini. Tokenini olaman. Tokenini qayerdan olaman deydigan bo'lsak, yana Telegram bot. Telegramga o'tganda bu yerda bot faza bor. Mana bu mana token. Bu unikal bo'ladi. Menga bu bot kerak bo'lmaganligi uchun hammaga ko'rsatyapman. Keyin yo'qotib yuborishim mumkin. Token qo'yaman, saqlanib qilaman. Va bu bot bo'ladi. My bot automation top bot by Telegram bot connection. Buni nomini aslida bunaqa qo'ymaslik kerak edi. Mayli, hozircha hech narsa qilmaydi. Qo'yildi, save qilaman. Va run once. Yutyapti. Datani oldi, GPT o'qiyapti. O'qiyapti hozir. Birontasi turgan bu holat deyiladi, hali uzoqroq vaqt oladi. Mana bu bizda chiqdi tekst. Man просто boshidan nima qilib qo'yganman. O'zi mana bu yerda chiqadi. Date, din. How to automate increasing sales without hiring more managers. Bu tekst umuman aralashgan. Endi keyingi etapda nima qilish kerak deydigan bo'lsak, keyingi etapda menga bu nimadaligi yoqmayapti angliyskida. Mana bu yerda prompt yozaman. Promptga the bot has to answer, he has to write in Uzbek only. You can use technical words in other tongues. Men faqat o'zbek tilini ishlat degan mazmunda prompt yozdim. And this was the prompt. Mana menga promptimni tayyorlab beryapti. Mana style roles, date, output. Check. Okay.
Copyright qilaman. Aytib qo'yaman, bu promptlash man просто ChatGPTni oddiy versiyasini qo'llayapman. Bu bunaqa bo'lmaydi. Integratsiya bu уже saqlayib bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, text shop. Ah, mana o'zbek tilidagi nima? Ho'p, endi haligi botni yana bir marta yurtiramiz. Nima tashlayotganman interes. O'zbek tilida yozsam, четкий deganda qaraymiz, hozir kelib tushishi kerak bo'ladi. Bu bitta qismi. Bu просто ideyani generate qilyapti. Ideya berganman. Ideyani generate qilyapti va menga tashlab beryapti xolos. Buni ikkinchi qismi bor mana. Then how to automate increase sales without hiring more managers. Uning savdo jamoasi ulug'i yetmayaptimi? Har doim boshqa medialarda ishga olmoq uchun vaqt va moliya resurslari topish kerak. 20 yoshli Deni restoran biznesi egasi biznesni rivojlantirish uchun kundan kun joyiga yangi menejerlar topishi kerak. Ammo bu umumiy muammosi. Unda kimni ishga oladigani, qanday teskari aloqalar qilishni. Xullas, o'zbek tilida yaxshi story aytmaydi. Lekin o'zbek tilida faktlarni konkretni chiroyli formatda keltirib berish mumkin. Lekin mani ishtirokimsiz ishlayapti bu narsa. Mani ishtirokimsiz ishlayapti. Buni ham formatni to'g'irlash mumkin promptlash orqali. Man endi aytmoqchi bo'lgan narsam, man общий botdagi sistemadan chiqib ketmoqchiman deydigan bo'lsak, qanaqa qilib qilinadi deydigan bo'lsak, make.comda buni saqlanib qilay. Har 15 minutda ishlatish xohlaysanmi, har hafta ishlatish xohlaysanmi degan narsa bor. Man keling bu narsani once 8:27ga qo'y, 2 minutda. 2 minutda kunini bugunga belgilaydi. 23. Ya'ni nima qilsin? Davay, ishlasin, ko'ramiz. Nima bo'ladi? Man bir kun oldinga 2 minut, 2 daqiqa oldinga qo'ydim. Bu yerda lekin boshqalari ham bor. Har kunlik chiqartirish mumkin, haftada bir marta chiqartirish mumkin, oyda bir marta chiqartirish mumkin. Aynan shu tipdagi postlarni haftada bir marta chiqartirish afzal ko'raman. Haftada emas, 2 minutdan keyin chiqish kerak. Ko'ramiz ishlaydimi yo'q. O'zimga ham interesli bu narsa. Xo'p, endi nimaga o'tamiz? Hop, уже tashlabdi shekilli. Mana, уже tashlagan. Avtomatizatsiya CRM va AI tizimlar orqali savdo hajmini oshirish 26-iyul 2022 yil. Bugun kun biznes muammolari avtomatizatsiya CRM va AI bilan ishlab chiqilgan. Muhabbat Aliyeva nomli biznesmen muammoga duch keldi. Uning internet do'konida har kuni so'msa minglab takliflar bor. So'msaga minglab takliflar bor. Lekin keyin muhabbat biznes jarayonlarini o'z bajarayotgan tizimlarga aylantirishga qaradi. Avtomatizatsiya CRM va AI tizimlarini kiritish natija va o'zbekcha shulardan iborat. 40% ko'proq lead уже mana ko'rdilar hammasini yozib menga keltirib beryapti. Umuman aralashmadim. Просто to'g'ri promptlash, to'g'ri zaпрос berish sizni vaqtingizni tejaydi va sizni o'rningizga ham ishlaydigan ancha narsani yasash mumkin bo'ladi. Bu qisqacha qanaqa qilib tuzish mumkin degan narsani keltirilgan video. Bu yerdagi asosiy maqsad nima? To'g'ri savol berish orqali istalgan narsani cheklanmagan miqdorda avtomatlashtirish mumkin. Bu bitta etapi, etapma-etap yanada mukammallashtirib boramiz, Xudo xohlasa, va keyingi etaplarda man shu narsani o'ylayapman. Umuman ideyani man hozir beryapman bunga, man Google Docs formatida. Ideyani bermoqchi emasman. Har xil manbalardan o'zi o'rganadi, o'zi o'rganib tahlil qiladi va yaxshi formatda menga tashlab beradi.
man ko'raman, bu bo'ladi, bu bo'lmaydi, bu bo'ladi, bu bo'lmaydi deb approve ma'qullaganimdan keyin bot o'ziga ketma-ketlik ravishda qaysidir simlarga kerakli tekstlarni, postlarni tayyorlab oladi. Va o'sha payt keladigan bo'lsa, o'zi rasm generate qiladi AI orqali. O'zi rasm generate qiladi, video tayyorlaydi, video tayyorlab uni Instagramga qo'yadi, rasm tayyorlab uni istoriyaga qo'yadi, Telegramga ham xuddi shunaqa post ko'rinishida joylaydi. Ya'ni umuman jarayonni man faqat approve qilib o'tirsam bo'ldi. Menga o'zi qilib tayyorlab beradi. Xuddi shu narsani qilish mumkin va Xudo xohlasa bu narsani etapma-etap qanaqa qilinadi ko'rib kelamiz. Alloh kuch-quvvat bersin albatta.